Agar sizda doimiy tomoq og'riq kuzatilayotgan bo'lsa, o'zidan kuzatilayotgan bo'lsa, eng oddiy davo inshaalloh foyda beradi. O'zimizni qalampirmunchoq. Har kuni ertalab, agar yoshingiz katta bo'lsa, ikkitasini ertalab hamma choylaringizni ichib bo'lganingizdan keyin, zavtrak qilib bo'lganingizdan keyin, o'sha ishga otlangan paytingizda ikkitasini savoling, uni yeb qo'ymang. Tursin, o'sha so'lak orqali kirsin. Masalan, o'shani 1 soat, 1,5 soat tursin og'zingizda, o'sha narsa oxiri chaynab yutib yorasiz. Bu nima qiladi? O'sha tomog'dagi infeksiya, ya'ni bakteriyalarni yo'qotishga yordam beradi. Qonda saharni normallashtirishga yordam beradi. Xronический bronxitis bo'lsa yordam beradi. 20 kun, 25 kun foydalanib, 5 kun dam olib, yana shunday davom eting. Mana shu doimiy ravishda besabab tomoq og'rig'idan xalos bo'lasiz. Hozirgi kunda avj olgan gripp deymizmi, qattiq shamollash, tomoq og'riqlariga juda zo'r profilaktika hisoblanadi.